Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun men Toshkent shahar Shayxontohur tumanida joylashgan 48 sotixga tushgan mana shu uyni ko'rsatmoqchiman. Agar yer narxida uy olaman deb yurgan okalar bo'ladigan bo'lsa, tanishinglar bo'ladigan bo'lsa, bu videoni yuborib qo'yinglar. Mabodo sizlar ham uylarni sotmoqchi bo'lsanglar, pastda raqamim bor, telefon qilsanglar, uylarni sotilishiga sababchi bo'laman. Men nomerlarni ilib qo'yganlar, uyga egasini nomeri o'zini. Ko'chani ko'ryapsizlar, ko'chalar asfalt qilingan, eng asosiysi tupik ko'cha. Bolalar bemalol o'ynasa bo'ladi. Mashina o'tirmaydi. Kelgan bitta narsani aytdilar, bu uyga o'zi bu uyda yashashmaydi, lekin kunlar sovishni boshlaganda ko'chib kelib shu yerda yashaymiz dedilar. Nega desam, bu yerda gaz zo'r bo'ladi dedilar, issiq bo'ladi dedilar. O'zi boshqa joyda uylari bor ekan. Bu yerga sovuq bo'lganda kelamiz dedilar. Gaz, svet muammo yo'q, zo'r ekan. Eng asosiysi qo'shnilar yaxshi ekan. Hozir aka bilan gaplashib turdik. Qo'shni zonini chalyapti-da. Eshikni ochsalar, kosada ovqat chab turibdi. Hani aytishadi-yu, hovli olmagan qo'shni olgin deyshadi-yu. Shu joy shunaqa bo'lsa kerak. Mana yo'ldan kirganingizda mana bemalol bitta emas, ikkita mashina ham sig'adi. Hovlini ko'ringlar. Eng asosiysi yeri hisobida sotilyapti bu. Agar yashayman desanglar ham sharoit bor mana, chunki o'zligi yashab turishibdi shu yerda hozir mana. Ko'ryapsizlarmi uyni? Tinch mahalla, tinch joy. Daraxtlarni ekib qo'yishgan. Mabodo bu yerda olib buzib quraman deydigan okalar bo'lsa ham, hovli bir 84 ekan eski dokument bo'yicha, yangi dokument bo'yicha 48 ekan. Kelasizlar, o'zingizlar o'lchaysizlar, qancha chiqsa, pulni o'shanga sanaysizlar. Agar sizlar ham uylarni reklama qilmoqchi bo'lsanglar, shunaqa obzor qilib sotmoqchi bo'lsanglar, pastda nomerlarim turibdi, bemalol telefon qilib uylarni obzor qildirsanglar bo'ladi. Telefon qilsanglar men o'zim ko'taraman. Mana shunaqa kelib uylarni syomka qilib sotilishiga sababchi bo'lib qolaman. Mana bu oshxona ekan. Shu yerdan boshlaylik, ichlarini ham ko'rsatib qo'yamiz. O'zi ko'rsatmay, yeri hisobida hududida mayli. Mana oshxonasi. Yashayman, yashab turaman, keyin o'zim remont qilib olaman yoki bir boshqatdan quraman deydigan bo'lsanglar ham sharoiti bor. Bu yerda mana hojatxonasi bor ekan. Ko'rsataman. Bu yerda hojatxonasi bor. Bu yerda adashmasam sanuzel qilingan mana. Remont qilib yashasanglar ham bo'ladi. Hovli joy katta. Mana bu xonaga kiramiz. Bu bitta ayvon ekan-a? Ayvon mana. To'rt xonami aka bu? Bu yerda to'rt xona ekan. Oyoqda kirib. Ustachilik bilan shug'ullanasizmi? Ustachilik bilan shug'ullanasizmi? Oyog'ini yechib oling. Bo'yi necha aka bu uyni? To'shni bilmaysiz, lekin 3 metr bo'lsa kerak, chunki meni bo'yimdan ancha baland ekan lekin. Mana bu yerda bitta spannik qo'yishgan ekan. Yaxshi. O'zi romlari bor. Eng asosiysi qishda bu batareykada ishlaydi. Batareykada sirkan uy, kamiga unaqa pechkalarni qo'yish. Menimcha buni ishlatishmasa kerak, hozir ko'pchilik ishlatmayapti. Mana shuna holatda. Atak ishlaydi. Eski qadimgi uylar oldin katta oyimning uylari shunaqa bo'lardi. Shunaqa ko'rinishda bo'lardi. Keyin biz boshqa qurganmiz. Qanaqadir o'zini fayzi bo'ladi bunaqa uylarni. Devor bitta narsa, hovli sal uch burchakroq tushgan, bu yoqda sal burchakroq ketgan bu tarafga. Bu yoqda nechta xona bor aka? Bu yoqda ikkita xona bor, kirmaymiz, ayollar bor ekan, chunki mana yashab turishibdi. Bu yerda mana ikkita xona bor. Hovlining umumiy ko'rinishi mana. Yaxshi. Agar sizlar ham uylarni sotmoqchi bo'lsanglar, pastda nomerim turibdi, telefon qilsanglar, uylarga borib, shunaqa syomka qilib, uylarni obzor qilib kanallarimga qo'yib beraman. Endi uy olaman deyotganlar ko'p, sotaman deyotganlar ham ko'p. Kimnidir uyli bo'lishiga, kimdir uyini sotishiga sababchi bo'lib qolaman. Shuning uchun tortinmasdan, uyalmasdan bexijolat telefon qilaveringlar. Men bu yoqqan bo'lsa kommentariyada fikringizni yozib ketinglar. Hozir men tashqarisini fasadlarini aytaman. Qaranglar akalar, fasad 10 metr chiqdi, lekin naryoq ichkarisi uzunroq. Ko'rdinglar? Eski dokument bo'yicha 84 ekan. Hozirgi yangi dokument bo'yicha 48 ekan. Xullas, mana shu 48 sotix yerga
yer hisobida bo'lyapti-da endi bu. 255 ming narx qo'yganlar, pastda egalari nomeri, telefon qilsanglar akam aytayotganlar, kelishtirib qilib beraman, bu taqalgan narx emas deyaptilar. Endi uyni sotayotgan odamga qancha qimmat sotsa shuncha yaxshi. Uyni olmoqchi bo'lgan odamga qancha arzon olsa shuncha yaxshi. To'g'rimi aka? Qancha qimmat sotsangiz shuncha yaxshi. Endi agar sizlarga bir planinglar bo'lsa, bu tekinlar mana ko'chani ko'rdinglar, mana ko'chani qaranglar. Ko'cha tupik ko'chada. Tupik bo'lganda ham tor emas, keng mana, maydoni keng. Eng asosiysi qo'shnilar yaxshi ekan. Agar yuragilar jiz etgan bo'lsa, telefon qilsanglar aka kelishtirib beradi. Agar sizlar ham uylarni sotmoqchi bo'lsanglar, pastda nomerim, telefon qilsanglar uylarga kelib shunaqa obzor qilib uylarni sotilishiga sababchi bo'lib qolaman.